Buni turishiga qaranglar, odamga ham o'xshamaydi-ya. Agar sen shunchaki e'tiborimizni tortmoqchi bo'lsang, shunchaki kelgan joyingga qaytib kel. Tushundingmi? Yoki hammaga fohish ekanligingni aytaymi? Hey, Chijiyo, mana qiz do'sting keldi. Qo'ying. Oy, yaxshimisiz? Men juda afsusdaman. Men seni xafa qilmoqchi emasdim. Bu yaxshi. Qo'l, endi yaxshimisiz? 외침을들은 같은 반 학생들도 다 같이 외치고 Hey, Teju. Nima? Nonushdagi cho'chqa go'shtini yedingmi? Seni hidingga o'xshar ekan. Yo'q, u shunchaki cho'chqaday semiz-ku axir. Voy, qizlar, unday demanglar. Men Yejuni semiz bo'lgani uchun yoqtiraman. Yo, xudoyim Yeju. Qanday qilib bunday katta ko'krak qilding? Xuddi tog'lardek. Rostdanmi? Men juda hasad qilyapman. Meniki esa juda kichik. Men ham hasad qilyapman. Kattaroq ko'krakni xohlaysizmi? Jim bo'l. Ularni bizga ko'rsat. Ha, ko'rsat. Iltimos, to'xtating. Yo, xudoy rostdan ham shunday ekan. Buni hazil deb o'ylagan edim. Vlaq. Qanday qilib umuman hech narsani his qilmaslik mumkin? Agar bu xalqim ayolning stenini bo'lsa, bu juda qo'pol. Buni bering. Anti-ti-ti-ti, brother. Anti-ti-ti-ti, brother. Anti-ti-ti, brother. O'tiringlar. Nima qilib o'tiribsiz? Bu nima? Janob, bu Yejuni ichki kiyimi. Nima? Bu juda zerikarli. Bu juda jirkanch. Hyuju, o'zing uchun olishing kerak. Qolganlaringiz esa do'stingizni masxara qilmasligingiz kerak. Tushundingizmi? 놀리는 거 아니야. 알았지? 어? Hey. 아, 정말 이런 거 너희들 놀리지 말라니까. Masxara qilmang dedim. 어? Men cho'chqa go'shtini juda ham yaxshi ko'raman. 내가 제일 좋아하는 제육 팝콘. Nima bo'ldi? Ovqatlanmaysanmi? Yoki senga yoqmadimi? Alloh nomi bilan so'yilmagan va bo'g'ib o'ldirilgan narsalarni yemanglar deyilgan bizga. Nima? Sen yeyaver. Rostdanmi? Ishonching komilmi? Uni boshqa senga berishmaydi. Uni yeyishing mumkin. Men juda ham omadliman. Ey! Yeju, sig'may qoldingmi? Nega mana bu hijobni ovqatini yeyapsan? Sabrina uchun ovqatlanyapman, chunki unga cho'chqa go'shti harom. Yeju, shuning uchun sen juda ham semirib ketyapsan. Do'stingning ovqatini qanday o'g'irlayapsan? Unday qizlar, uni ovqatlanishiga ruxsat beringlar. Aytgancha, men diyetadaman, buni bilasiz. Lekin oyim ovqatlarni qoldirmasligimni aytdilar. Ajoyib, Yeju bizning barchamizni tushligimizni yeb berishi mumkin. Yo'q, men to'ydim. Mening mehmonim bor. Axir sen cho'chqa go'shtlarini juda ham yaxshi ko'rasan. Ola qol. Hammasi senga. Men ularni hammasini yeya olmayman. Yeysan. Shunchaki tabassum qil. Bizni zo'ravonlarga o'xshatib qo'yma. Sen menikida ham yeyishing kerak. Ola qol. Ol yeyishing mumkin. Ishtahang qarnaydi Yeju. Ola qol Yeju, tez og'zingni och Yeju. Qoshiqni to'ldirib bering, u to'lmay qolishi mumkin. Ola qol, tezroq ye. Qaranglar, unga bu juda ham yoqyapti. Og'zingni och. Og'zingni och. Tupurmasdan ye. Ola qol. Ko'zgudagi qiz, birinchi qism.
Aziza studio tomonidan ovozlashtirildi. Ijo. Sen buni qidiryapsanmi? Iltimos, qaytarib ber. Nima ekan bu? Ochib ko'r. Bu tabletkalar juda qimmat ekanligini eshitdim. Yuju, sen firibgarsan, kamroq ovqatlan. Men kabi mashq qil. Qaytarib ber. Bu meniki. Bu haqda nima qilmoqchisan? Unday qilmang, iltimos. Yuju, tinchlaning. Bu bilan vazningni yo'qotib bo'lmaydi. Sen doimo cho'chqa kabi ovqatasan. Jahotut. Iltimos, unday qilmang. Hoy, bu yugurishingda hozir zilzila bo'ladi. Uchachka zarbasi. Jim tur. 가까이 오면 Agar yaqinroq kelsang, ularni har birini tashlayman. Yaqinroq kelma dedim. Yaqinroq kelma. Biroz issiqda ham turib ko'r. Bu nimasi? 황희수 Men Hwangisuman. Unga qaytarib ber, tushundingmi? 이거 Keyinchi 싫은데 야이 sen hali senimi? 뭐 Muammongiz bormi? 왜 이렇게 Ha, 없어 buzib tashlang. 안녕하세요 Xayrli kun janob. 참 너네 Hammangiz o'zingizni tuting. 어? Yona bilan solishtirganda hammangiz yutqazdingiz. 예쁘고 U ichki va tashqi tomondan mukammaldir. 너희들은 진짜 Qolganlaringiz esa yutqazish bilan bandsiz. 너희 진짜 Yonadan boshqa hammangizni kelajangingiz yo'q. 그 너무 굳이 왜? 아니 이해가 난 모르겠어 왜? Meni chaqirganmidingiz, janobcho? 야 혜주야 Siz qanday deb tabletkalarni olasizmi? Nima? 어? 아 빨리 말해봐 Yolg'on haqida ham o'ylamang. Yo'q, bu shunchaki vazn yo'qotish uchun tabletka. Bu fentermen, janobcho. Bugun yangiliklarda uning yomon ta'sirlari borligini ko'rdim. Axir bu yomon-ku, janobcho. Gallyutsinatsiya va shunga o'xshash narsalar kelib chiqarar ekan. Kechir, Ejo, shunchaki sendan xavotirlandim. Shuning uchun aytishim kerak edi. 자 Xo'sh, Yona, siz borishingiz mumkin. Siz kabi yaxshi talaba vaqtingizni bahmoqin narsalar bilan behuda sarflamasligi kerak. Rahmat, janob. Yuju, senga nima bo'ldi? Og'irlikni yo'qotishning yaxshi usuli oziq-ovqatlanishdandir yoki tashqariga chiqib mashq qilishingiz kerak. Qani dangasa bo'lishni bas qiling. Shunday qilib odamlar ovqat moddalarga iste'mol qiluvchilarga aylanishadi. Aziza studio kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berishda Shahboz va Aziza ishtirok etdi.